Xo'sh, yana bir bor barchaga assalomu alaykum. Demak, ovoz adashmasam yaxshi. Ekran normalno. Hammaga xayrli kech. Demak, boshlasak bo'ladi. Biroz kutamizmi yoki 1 million, 1 million, 2 million. Xo'p, chalg'iymiz demak chatga. Trading haqidagi afsonalar biroz qisqaroq, lekin o'ylaymanki, bir xil narsalarni ko'rsatib bersam, ko'pchilik o'z xatosini bilib olishi mumkin hozirgi va kelajakdagi. Demak, kelinglar biroz miflar haqida eshitamiz deydi. Afsonalar, robotlar haqida, kurslar haqida, risk management haqida ko'p gaplar eshitamiz va sizlarga doimiy ravishda oddiy eshitilgan ko'p narsa aslida haqiqat emasligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Kelinglar, robotlardan boshlaymiz. Ko'pchilik o'zi savdo qiladigan robotingiz bormi deb mandan so'raydi. Qaranglar, men yo'q deb javob beraman, aslida bor. Nimaga? Sabab aynan o'sha robotlar menga daromad manbai sifatida xizmat qiladi. Manda risk bor. Qanaqa risk bilasizlarmi? O'sha robotlarni sotib oluvchilar soni juda ham ko'p bo'lsa-da, oranglarda agar u robotni bersam, o'sha robot qanaqa ishlashini bilib olishinglar mumkin. Endi qaranglar. Savol savol ketidan savol kelaveradida o'zi. Xo'p, nima qilibdi bilib olsangiz, siz ishtimi yo'qotmaysiz-ku deyishinglar mumkin. O'rtoqlar, bozor siklishnikdan iborat. Bozorda doim ma'lum bir sikl, ya'ni takrorlanuvchanliklarning ma'lum bir vaqti mavjud. Ya'ni o'sha algoritmni qanchalik ko'p odam ishlatishni boshlasa, o'sha algoritm ishlashdan to'xtaydi. Вот, shuning uchun menga aynan shu robot daromad olib kelayotgan ekan, demak men uni sotmayman. Ну, shunaqa. Sotmayman va sababini tushuntirdim konkretni. Aytmoqchi bo'lganimki, aynan o'zi savdo qiluvchi robotlar bemalol aytishim mumkin sizlarga 99.9%, 99, 100% desam balki biroz g'alati bo'lar endi. 99.9% o'sha agar qanaqadir robot reklamasini ko'rsanglar, bilinglarki, zo'rda. Robotlarning mantiqi zo'rda o'rtoqlar. Sababi bozor. Baribir o'sha robot ishlaydi-yu. Sel ochadi, tepaga ketsa sel ochadi, sel ochadi, undoq qilsa plyusda bo'lsa, bay ochadi, undoq qilsa plyusda bo'ladi. O'sha robot bor-ku, sразу minusga ketish ehtimoli почти nolga tengda. Bozorda anomaliya bo'lmaydi. Ya'ni sizga reklama qilinayotgan robotni sразу minusga ketish ehtimoli juda pastligi o'sha robotlar savdosi bilan shug'ullanadigan odamlarga juda qo'l keladi. Bu ham bitta afsonada, to'g'risida. Ya'ni reklamalarni ko'rib qolamiz. Mijozimiz bizdan robot sotib oluvdilar, mana $700, $1,500 qildilar. O'rtoqlar, bu bilasizlarmi, hadeb hammani haqida salbiy fikr bildirish, u insonlar yomon, u insonlar haqida yomon fikr qilish noto'g'ri. Bizda bu savodsizlik deb qabul qilsak to'g'riroq bo'ladi. Ularga nisbatan behurmatsizlik bo'lmaydi menimcha. Aynan shu ishni qilayotgan insonlar. Men sizlarga bitta haqiqatni aytib beraman. O'zbekistonda ko'p mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan insonlar aslida yomon insonlar emas aslida. Ularning endi ko'p toifalari bor, lekin eng ko'p toifasi nima qilayotganini bilmaydigan insonlar. U ishlayapti-ku, demak soqqani bosish kerak, demak sotsa bo'ladi. Ishlayapti-ku so'zi ularni sotishga majbur qiladi.
bu algoritm payti kelib счетni sliv qilishi, bu narsa vaqtinchalikligi haqida miya o'sha paytda o'ylamaydi. Ну, inson miyasi shunaqa ishlaydi. Ну, bu nafs bilan endi bog'liq narsa. Вот, aslida o'sha insonlar bilmaydi. Ba'zi insonlar borki, bila turib qiladi. Endi ular yomonroq toifaga mansub, lekin ko'p mana shu, afsuski, mana shu yosh ukalarimiz mana yaqinda man tanqid qilib chiquvdim qanaqadir money makersmi bir baloni, то есть aynan o'sha sintetik robotlar mana shu hamma ishlaydi vaqtinchalik. Ya'ni umuman olganda tasavvur qiling, biror bir narsani oxiri yo'q bo'lsa va oxiri nima bilan tugashi ma'lum bir narsani, u narsa haqida unutish kerak, vaqtni ekonom qilish kerak o'rtoqlar. Так что robotlar haqida fikringiz o'rtoqlar, o'zi ishlaydigan robotlar bormi? Yo'q o'rtoqlar, unaqa robotlar yo'q. Va unaqa robotni hech kim sizlarga sotmaydi. O'zim misolni sizlarga misol keltirdim. Sotilmaydi. Sotilyaptimi? Bilinglarki, u рабочий emas. Robot ishlaydigan robot hech kim sotmaydi. Algoritmический fontlar borda, например, o'sha algoritmik fontlar ma'lum bir boshqa font uchun razработка qilib berishi mumkin. Uni narxi juda ham qimmat o'rtoqlar, millionlab dollar turadi. U umuman boshqa mavzu. Bu katta mavzu. Вот, lekin mana bu $1000, $2000, $500 sotadigan robotlar, вот, bular bir xil mantiq. Agar qanaqadir kurslarimiz, например, aytaylik, mana shu internetda sotilayotgan robotlarni bepul tuhfa qilamiz. Bu ham mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ya'ni u robot ham ishlamaydi. Ishlamaydigan narsani nima kerak odamlarga bepul berib, даже bepul berib. Так что o'rtoqlar, вот номер один. Hech qanaqa robot sizga daromad qilib bermaydi. Вот, shuni yozib qo'yinglar. Xo'p, 2. Kurslardan keyin daromad qilish. Xo'p, mumkin, lekin 100 tadan bitta yoki 500 tadan bitta. Kurslar tugash bilan daromad qilib ketish. Bu o'ta murakkab narsa o'rtoqlar, sababi aynan bozorni, например, xuddi modellarni mandaga ko'rish ehtimolisiz kursdan keyin nolga teng. Ya'ni kursda sizga men o'zim bilgan narsani o'rgataman, uslovni deylik, например. Masalan, birosa bu misol, siz mana shu liniyani ikkita minimumni birlashtirib juda kuchli liniya deb, например, mana bu yerda sell olsangiz, riskni maksimumdan yuqoriga qo'ysangiz, вроде hammasi to'g'ri. Lekin mani o'zim bo'lsa tajribadan kelib chiqib, например, mani o'zim bo'lsa tajribadan kelib chiqib, kanalni yuqori qismida risk kichkinaroq bo'lgani uchun mana bu yerda sell olgan bo'lishim mumkin. Demak, men mana bu yerda $5 minus qilsam, siz mana bu yerda $20 minus qilasiz. Vaholanki men sizga o'rgatganman. То есть siz baribir menda ko'ra olmaysiz. Buning uchun o'ta kuchli tizim va o'ta kuchli tartib va o'ta kuchli yetakchi sizga kerak bo'ladi, doimiy ravishda sizni kontrol qilib turadigan va savdolaringizga befarq bo'lmagan insonlar. Вот, и просто так siz o'sha kurslardan keyin daromad qilish, kurs tugagandan keyin daromad qilasiz, xudo xolasa, faqat uning uchun vaqt kerak bo'ladi, faqat kurslardan keyin emas. Opit tajriba to'plaganingizdan keyin, bozor mexanizmini tushunib yetganingizdan keyin va teoriyalardan kelib chiqib o'zingizning ruhiyatingizga mos strategiyalarni o'rganganingizdan keyin, ana undan keyin daromad qilishni boshlaysiz. Kurslardan keyin, так что, то есть, вот. Xo'p, keyingisi kurs davomida daromad qilish. Bu ham o'sha nima deydi, insonlarga yoqadigan narsa, kurs davomida daromad qilish. Kurs davomida daromad, kursdan keyin ham, kurs davomida ham daromad qilish o'rtoqlar, bu faqat bitta usloviyada. Agar kurs davomida trader daromad qilishni boshlagan bo'lsa, bilingki, bu tasodif bilan ko'proq bog'liq. Вот. Sababi aynan bozorda рабочий strategiya, ishlaydigan strategiya, nima deydi, topish, o'rtoqlar, ishoninglar, bu juda ham qiyin masala.
Вот, и вот как bitta tushib qoldi. То есть, bilasizlarmi, man 1 yil oldin ham, 2 yil oldin ham, 3 yil oldin ham judayam bir qattiq zaявление bilan chiqardimda, жесткий zaявление bilan chiqardim. Mana bitta yozibdi. Man har doim har narsani mantiqiy yakuniga tayanganman. Например, mana bittasi yozibdi: "Ukamiz, assalomu alaykum, $50 razgon qilib 550 qildim." Uka, san kazino o'ynayapsan-da, вот to'g'risi xafa bo'lmagin. Razgon qilib yuravergin. Bir umr razgon qilib yurasan mana shunaqa. Вот hayotda bir razgon qilib Ferrari olmaysan, razgon qilib nima deydi, yaxta olmaysan, ya razgon qilib uchastka olmaysan, razgon qilib yuraverasan. Вот qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun a, razgon depozit bu ham bitta u alohida mavzu. Razgon qilishi mumkin qachonki, то есть endi mayli, u boshqa mavzu. И demak, inson hayotda qanchalik o'ziga kichkina o'sha insonni maqsadini, darajasini mana shunaqa ruhiyatidan bilsa bo'ladi. Masalan, razgon depozit. Bu ham bitta miflardan bittasi. Razgon qilib bir umr mana shunaqa. Demak, o'zini shunga munosib deb o'ylaydigan inson o'sha narsani ketidan quvadi. Ya'ni, как раз mana yozgan ekanman, signallar, kanallar orqali daromad qilish. Bu inson o'zini o'ziga bo'lgan hurmatni maksimum darajada tushirgan inson. Ya'ni signal kanallar, VIP kanallar deydi, hozir bizda VIP kanallar, то есть типа и так далее. Bu degani boshqa inson orqali mehnat qilmagan holatda yaxshi daromad qilib qo'yish. Bundoq o'ylab qarasak yomon emas. Nimaga endi? Ishlayapti, daromad qilamiz chotki. Xo'p, itogi bormi? Masalan, 5 yildan keyin hayotingni qanaqa ko'rasan? То есть 10 yildan keyin qanaqa ko'rasan? Ungacha bir gap bo'lar, hozir daromad bo'lyapti. Хорошо, lekin san o'sha insonda-chi bitta kamchilik borda, insonlarda kamchilik borda. O'sha narsa unga yoqadi, o'sha narsa unga foyda olib kelyapti, lekin o'sha narsani dan ketsa hozir bo'lmaydi, lekin keyinchalik katta narsa bo'lishi haqida hech kim o'ylab ko'rmaydi, afsuski borib. Razgon emas, razgonsiz qilib bo'lmaydi bunaqa narsa. Вот. Так, atom proboydan kirdingizmi? Yana oldingizmi? Razgonsiz to'lqini, да. Вот. И просто agar o'ziga kim shu narsani loyiq ko'rsa, ko'rishi mumkin. Sizlarga bitta narsa aytdim-ku men hozir. Ikkita hali u joyga kelmadim. Ya'ni o'sha keyingisi dedim-u, VIP kanallar orqali bu ham bitta то есть aynan men yomon ko'rgan narsa, ya'ni boshqa insonni strategiyasi orqali, boshqa insonni tizimi orqali daromad qilishga harakat qilib ko'rish. Bu shunchaki juda ham ko'p vaqt yo'qotish va o'zini perspektivasini qirqish, bu shunga o'xshagan sabablar o'rtoqlar. Man лично man sizlarga bu narsani maslahat bermayman. Вот так. Xo'p, keyin важный narsa. Shu haqida kim aytdi? Men hali biror marta ham internetda ko'rmadim o'rtoqlar. Biror marta ham shu haqida kimdir gapirib chiqqanini ko'rmadim. Faqat bitta kontentni ko'rdim. Risk menejmentga amal qilsangiz, kapitalingizni hech qachon yo'qotmaysiz degan kontentni ko'p ko'rdim. Sizlar ham ko'rasizlarmi shunaqa kontent? Yo faqat meni ko'zimga ko'radimi? Tak, ITC Huddleston haqida qanaqa fikrdasiz? Ну, yomon fikrda emasman. No, bitta narsani aytishim mumkin. U inson Michael Huddleston boshqaradigan summasi man boshqaradigan summadan ancha kichkina. Shuni aytishim mumkin. Вот, обычный основатель, обычный, ну, рабочий стратегия. Ну, рабочий стратегия. Xo'p, xullas, qaranglar. Risk management. Men shu chiroyli kamera bilan, mana shu kameralar bilan ishlayman. Shu joylarni qirqib olib o'sha qo'yishim kerak edi, o'sha odamlarga yubortirish kerak. Qaranglar, risk managementga amal qilsangiz, risk va money managementga amal qilsangiz, kapitalingizni hech qachon yo'qotmaysiz o'rtoqlar. Bu haqiqiy, bu gap ham bir afsona o'rtoqlar. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Men sizlarga hozir bu narsani po faktu isbotlab berishga harakat qilaman. Menda endi bitta kompaniyani
Tak, qayerda qo'ydim u narsani. Sloveniya Serbiya 1-1 tugadi. Men sizlarga bitta narsa ko'rsatib bermoqchiman. Mana o'rtoqlar, mana shu inson mana 1 yil, например, вот. Bu bir insonni savdo statistikasi. O'rtoqlar, mana shu inson risk menejmentiga amal qilib, mana deyarli, deyarli emas, endi sliv qilgan. Bu ketaveradi bu. To'xtagan vaqtida, chunki bilgan. O'rtoqlar, agar strategiyani matematический ожиданияsi отрицательный bo'lsa, risk menejmentga amal qilsanglar ham sliv depozit bo'ladi. Вот shuni esdan chiqarmanglar. Вот afsuski bu haqida men hali birorta insonni ko'rmadim. Вот и ya'ni o'rtoqlar, agar risk menejmentga amal qilsanglar, mana men depozitinglar boshlan farqi $1000 deylik. Mana $1000 misol qilaylik. Qaranglar, $1000 misol qilaylik. Mana o'rtoqlar, mana ketaveradi mana. Mana $1000, mana 20%, mana 30% minus mana bu yerda. O'syapti, lekin montajdan отрицательный, mana 40% mana bu yerda o'rtoqlar ketyapti. 50% prosatka mana. Ketaveradi mana shunaqa. Nolgacha ham ketishi mumkin. Nimagaligini bilasizlar? Chunki 20% yo'qotilgandan keyin sizlar plus 25% ishlashingiz kerak bozorda. Tushunasizlarmi? $8000 bo'lib qoladi 20% yo'qotganingizdan keyin. Uning uchun sizlar $2000 ishlashingiz kerakmi? $2000 уже 25% ga teng. Вот. Вот. Так что risk va money managementga amal qilib qilsangiz depozitingizni yo'qotmaysiz degan gap bekor gap. Kim aytgan bo'lsa ham mana shu. То есть aytadi 100 ta ketma-ket minus bo'lishi mumkinmi deydi. Какая разница? Minus bo'lmasligi mumkin. Plus minuslar noto'g'ri ketma-ketlikda bo'lishi mumkin zato, например. Mana o'sha strategiyani, то есть masalan plus bo'ldingiz, lekin mana masalan то есть -2 plus 1 da masalan deylik minuslaringiz soni kattaroq, -$50 ga masalan +$40 bo'lib qolishi mumkin. Условно. Ketaveradi mana shunaqa depozitingiz. Вот. Va ko'p strategiyalar valyutный rынокda, ko'p bozorlarda, o'rtoqlar, haqiqiy рабочий strategiyalar juda ham kam. Va ko'p strategiyalar matematический ожиданияsi отрицательный. Вот, и shuning uchun money management va risk managementga amal qilsanglar ham o'rtoqlar, sizlarda sliv depozit bo'lishi mumkin. Вот. Tushunarli degan umiddaman. Demak, keyingi mavzuyimiz bizani o'sha sizlarga aytilmaydigan fishkalar haqida gapirdim. Bu o'rtoqlar, bilasizlarmi, agar shu narsa hammada bo'lsa, juda ham ko'p mavzular, strategiyalar, tizimlar, psixologiya, ruhiyat, hamma narsani o'z aksini yo'qotadigan bir narsa bor. Ya'ni bu o'rtoqlar depozit. Ya'ni bola o'tiribdi-da ofisda, men ularga aytdim. O'rtoqlar dedim, sizlarga hozir bitta narsa yetishmayapti dedim. Hammasiga $10,000 investitsiya berganman. Sizlarga hozir bitta narsa yetishmayapti dedim. Ertagacha topib kelinglar, topganga priz bor dedim. Ertaga keldi, hammasi psixologiya, ruhiyat dedi, timing dedi, hamma mavzular aytib ko'rishdi-da. Men aytdimki, hamma narsa o'z ahamiyatini avtomatik yo'qotadi. Nima? Katta depozit. 320 ta odam ko'ryapti. O'rtoqlar, bitta narsada juda ham ko'p insonlar bir insonni kuzatadi, undan nimadir oladi, bilim oladi. O'zi aslida hammasi to'g'ri, tajribada gap ko'p, o'z tajribani sotib bo'lmaydi-yu. Lekin
mana masalan sizlarni ham mani ishchilik eng asosiy o'zi sabab bu katta depozitni borligi. Man katta depozitda nima deydi borligi. Eng qizig'i sizlarda bilimlar zo'r super bo'lmasa ham o'rtoqlar, katta depozit agar tasavvur qiling, 330 ta odamda har bittasida 1 million dollardan hozir bo'lib qolsa-da, например, 1 million. Umuman hamma boshqacha fikrlashni boshlaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, o'rtoqlar, masalan, insonni xatolik ketma-ketligini asosiy sababi unga yetishmayotgan narsa bo'ladi o'zi aslida. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar mana shu ofisda o'tirgan bolalarda har bittasida 1 million dollardan boshlasa, например-da, endi qaranglar-da, agar masalan har bittasi oyiga 1% hozir nima deyotganimni aniq tushunib yetasizlar, oxirigacha eshitsanglar, qaranglar. 1% agar daromad qilsa ham 10 ming dollar bo'ladi-da. 10 ming dollar bo'ladi. Da eng qizig'i 99% odam 99% odam mana shu kelinglar bor yarim 0,5% bo'lsin. 5 ming dollar bo'lsin, shu yarim foiz bo'lsin. Eng qizig'ini aytaymi nima o'rtoqlar? Mana shu yarim foiz daromadni treyderlar juda bir katta bo'lmagan risk bilan 340 ta ko'rayotgan odamni 300 tasi qilishi mumkin. Zo'ri ajoyib mantiq kelib chiqyapti. Tasavvur qil. Sizlar o'rganmoqchisizlar, nimadir qilmoqchisizlar, o'xshatmoqchisizlar, mendan maslahat olmoqchisizlar, trade qilmoqchisizlar, daromad qilmoqchisizlar, invest itd. itp. Da lekin agar hammada 1 million dollar bo'lib qolsa, hammasi o'zgaradi bilasizlar nimaga? Chunki sizlar 1 million dollardan o'sha 500 ming dollar yoki 200 ming dollar qilaman deb hayotda risk qilmaysizlar. Chunki sizlar hayotda 1 million dollarda risk qilishga hojat yo'q bo'ladi sizlar. Tasavvur qilasizlarmi? Nimaga mana bu 99% odamlar bilasizlarmi? Hadeb sakiraveradi, kursdan kursga signal bir nimalar qilishga harakat qilib ko'rishadi, chunki ularda pul yo'q. yoki yondashuv yo'q, yoki 1000 dollar bor xolos, yoki 5000 dollar bor xolos. Bori ana 10 ming dollar bor. Da, lekin o'rtoqlar, mana shu barcha insonni hammasida вот agar 1 million dollar bo'lib qolsa, tasavvur qilinglar, mana shu sizlar aslida amalga oshmayotgan narsalar osonlik bilan amalga oshib ketadi. Nimaga? Chunki summa katta da va summadan katta risk qilish kerak emas va xatoliklar ketma-ketligi pasayadi. Aytishinglar mumkin, da lekin 1 million dollar endi qayerdan olamiz deyishinglar mumkin o'rtoqlar. 1 million dollar sizlarniki bo'lishi shart emas. Umuman olganda. То есть nimaga trading sohasiga kirib keldinglar? Agar butun dunyoda o'z savolda, butun dunyoda pulli kammi yoki nima investorlar kammi yoki nima o'sha milliardlab dollar kerak bo'lsa kammi? 1 million dollar kopeyka o'rtoqlar, agar butun dunyo miqyosida man endi tем более Dubayda yashayman-ku. Bilaman-ku. Odamlarning qo'lidagi soat 1 million dollar bor-ku. Shuning uchun hamma ko'rayotgan insonlarni, umuman то есть o'quvchilarni, ularni maqsadlarini mana shunaqa katta qo'yishlarini xohlardim. Plus sohada bor-ku, o'sha yondashuvni, ya'ni bosqichma-bosqich karyerani haqiqiy treyderskiy karyeraga harakat qilishlari, o'sha his qilishlari, o'sha 1 million dollarda и так далее. O'rtoqlar, ishoninglar, masalan hozir tasavvur qilinglar, просто так условно aytaman, man sizlarga условно aytaman o'rtoqlar. Kстати, boyagi efirni ko'rdinglarmi? Hammaga tushishi mumkin dedim. Indekslar tushdi masalan. Menda tajriba bor, lekin pul yo'q. Bunaqa bo'lishi ham mumkin-da, lekin insonni hayotda bir narsaga yondashuvi vaqt o'tishi bilan o'zgaradi-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, shu narsani man sizlarga ko'rsatmoqchi emasdim o'rtoqlar. Просто так ko'rsatmoqchi emasdim man sizlarga, lekin ko'rsatishga majburman. Man sizlarga endi ukam sal yulduzlik kasaliga chalinib qolmasa bo'ldi-da. Men uni ko'rsatganimdan keyin hozir men topib olay. Azimbek.
Da. Просто o'rtoqlar, agar bir narsaga ishonmasanglar, necha yillik tajribangiz bor? 15. Agar bir narsaga ishonmaydigan odam u narsani boshishi kerak emas. Absolyutно u narsani qilish kerak emas. Tak, man просто bu bola menga algoritmni i sekretli ketib qoldi. Qaranglar-da, masalan, mana просто aytinglar-da menga. Masalan, natija bor, investor yo'q. Yo'q unaqa narsa o'rtoqlar. Natija qoniqarli bo'lmasligi mumkin. Mana masalan menga mani o'zimni qaysi kursimda o'qigan. Mana shunaqa o'quvchilarni men bemalol chiqara bemalol ommaga chiqara olaman. Deb o'ylayman. То есть sababi natija, masalan, nimaga men bu bolaga investitsiya bermasligim kerak mana savol. Nimaga? Farqi yo'q, demomi, u realmi, u menga cho'tka algoritmini yubordi menga. Necha oylik rezultat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oy, 7 oylik rezultat mana masalan. 7 oylik rezultatini yubordi menga. Mana qaranglar, 56% прибыльный сделка, 44% убыточный сделка. Nimaga inson qaranglar, 5% minusga tushgan shu paytgacha, 57%. Просто hamma ham chem to'g'risi bitta odamni nima deydi, realdagi $500 $1 milliard qildim deb videosini ko'raman, demoni ko'rsataveraman. Sababi bu bolani cho'tki kelajagiga ishonaman, nima qilayotganini cho'tki bilish menga algoritmini yubordi-da. И то есть hozir men sizlarga tak algoritmni yubordi menga. Men shu kunlarda marafon bo'lib men brokeri topishim kerak. Menga tak qaysi brokerini yubordi menga? Tak, Vohidjon ko'ryaptimikan? Ashta XM bormi? O'rtoqlar ko'rmayapsizlar, ko'zingizga tushmayaptimi? Xnesmi? Короче, XM yo'q ekan. Xnes bor ekan. Xo'p. Tak, demak bu o'sha shot. Da, hozir ko'ramiz yana. Просто sizlarga misol qilmoqchiman. Da, mana shu shot. Trade history, например. Mana hop all history qilamiz. Просто yoqdi aytasizlar, o'zingizlar yoqdi yoki bu просто tak demo bo'lgani uchun deyishinglar mumkin. Xohlasanglar unaqa deyishinglar mumkin, lekin men ishonmayman. $100,000 qo'yilgan de 100% stop losslar bor. 100% konkretniy algoritm. 100%, то есть eng yaxshi bitim masalan $3,000, eng yomoni kamida 1-2 соотношениеda ishlangan va 7 oy. Bu kim tasodif deb ayta oladi? Kim tasodif? Konkretniy ko'p bitimlar indekslarda ishlangan 06-19, например, 19-da oxirgi bitim qilingan. То есть именно indeks, да, то есть indeksda S&P 500da show all qilib hozir S&P 500da 19-da ochilgan ekan, kecha ochilgan, $2,400 daromad qilgan. Tak. Mana oxirgi bitim, mana oxirgi bitimi. To indekslarda ishlashni yaxshi ko'radi. Yopgan joyini qaranglar. Yopgan joy. Mana ochgan joyi. Mana ochgan joyi. Mana yopgan joyi. Hamma bitimlari shunaqa. То есть mana minus bo'lsa yopgan mana. Вообще umuman emotsiya nol deb o'ylayman. Shu ukamizda hali o'zi ham juda ham yosh, например. Shu efirga olib qo'ydim, shu narsani ko'rsataman deb. Вот, mana qaranglar. 1-2 NZda yanada bitim qilgan ekan mana. Просто ko'raylik-da mana. Strategiyani ko'rsanglar shunaqa oddiy, shunaqa prostoy. Endi bu tushunarli, bu o'zimizda shkola. Tushunarli, bu nimaga trendовая liniya, все, ну bu и так далее. Xullas, aytmoqchi bo'lganimki, mana shu masalan bolaga endi bu sal risk ham
hozir qancha summa berishim, 10 ming, 20 ming dollar berarman balki boshlanishiga. Вот, lekin mana qaranglar, 100% stop loss take profit bor, qaranglar. 100%. Вот, просто kim maqtana oladi? Demoda bo'lsa ham shunaqa отчетim bor deb. 7 oy kim 100% stop loss va take profit bor va prosatka 5% dan oshmagan, ya'ni riskni 5% dan oshirilmagan. Kim maqtana oladi? Вот, kimda bor shunaqa rezultat? Просто ko'pchilik manda rezultat bor, соотношениеda ham ko'p narsa bor. O'rtoqlar, nisbat. Ko'p narsani hal qiladi bu narsa, ya'ni nisbat. Просто men algoritmni ochib ko'rsata olmayman-da, chunki unikida u algoritm. Menga yubordi, chunki men ustozim, menga ishonadi. Просто kimdir aytishi mumkin, "Ha, bu demo-ku" deb. Kim 375 ta odam ko'radi. Kim maqtana oladi? Mendan bundan zo'ri bor deb. Men 100% уверенman, hech kim maqtana olmaydi. Mana shu 375 ta odam, to есть именно mendan bundan ham zo'ri bor deb 57% daromad, 5% prosatka bilan 100%. Balki adashayotgandirman, xursand bo'laman kimdir uchun. Chunki bu oson narsa emas deb hisoblayman. Tak, qani o'zi ish qilib yulduzlik kasaliga chalinmasa bo'ldi lazim. Rezultat yubordi menga. Keyin menga algoritm yubordi. Tak. Keyin menga tak. Nasdaqda 5-iyunda narx pastga ketib, tepaga ketadi deb yubordi va xuddi shunaqa bo'ldi. Kunlik time frame'da qani 5-iyun da mana shu уровеньda mana просто fikrlashini o'zinglar ko'ringlar. Sizlarga ko'rsataman. Оформлениeni chiroyli qiling dedim. Mana 5-iyun Nasdaq kunlik time frame daily 5-iyun уровень chizgan va уровень retestdan, to есть tepaga. Eng qizig'i o'sha yerda o'zi ham bay ochgan. Boya ko'rdinglarmi baylarni? Mana demak, mana shu уровеньga narx ketar ekan, tepaga ketadi degan. Endi qaranglar. Bum, mana. Qoyilmisizlar? Mana. Mana o'sha joy. Вот. Mana. Вот, ko'rdinglarmi? Demak, cho'tki, konkretniy nima qilayotganini aniq konkret biladi. Cho'tki algoritm bor. Nimaga endi mana shu inson bo'sh turgan pullarni boshqarishi kerak emas? Savolini ko'pchilik anaqa. Xullas, umumiy fishka nimada? O'rtoqlar, katta depozit bo'lsa, umuman hamma narsa o'zgarib ketadi. Aqllilik kamayib qoladi. Odam boshqacha ko'rish bo'lsa, avtomatik. Lekin katta depozitga erishish uchun kichkinasidan boshlab ketma-ketlikda chiqish kerak, rezultat qilish kerak. Mana sizlarga rezultatga misol qanaqa bo'ladi bu narsa degan narsaga sizlarga men ko'rsatib beraman. Mana shu yigit masalan hozir sizlarga ko'p narsa o'rgatishi mumkin. Chunki ko'rdinglarmi qanaqa analiz qilyapti, ko'rasizlarmi направление qanaqa qilyapti, ko'rasizlarmi hamma stop loss, hammasi umuman risk, emotsiyasi ham nol, nima qilayotganini cho'tki konkretniy biladi. Ijtimoiy orqasidan qo'ymaydi, и так далее. Hali yosh, все, demak kichkina depozit, katta depozit, keyin million. Mana shunaqa ishonch shunaqa bo'ladi. O'zini ustida ishlash shunaqa bo'ladi, mehnat shunaqa bo'ladi. Вот. И shunaqa qilib inson karyera tuzadi. Tushunasizlarmi? Вот. Так что, o'rtoqlar, 90% odamlar xatolar ketma-ketligiga tushib qoladi, ya'ni noto'g'ri ketma-ketligi va bunga ko'pincha yo'qchilik sababchi bo'ladi va shu narsa yo'qchilik esa noto'g'ri yondashuvlar. Hammada esa imkoniyat bir xil bo'ladi. Bu siz o'quvchisizda 7% prosatka, 100% daromad. 6 oylikniki bor bo'ldi. Menga yuboring, ko'rib chiqing, balki yaxshidir. Вот. Qarangda, 7% prosatka, 100% daromad 6 oylik. Efirni nimaga ko'rib o'tirsiz? To'g'risi. Efir nima kerak sizga? O'zingizni strategiyangiz bilan qildingiz shu daromadni. Sizga chalg'ish nima kerak? Qarang, 6 oy menda yo'q unaqa natija bor. 7% prosatka, 102% yarim yilda daromad. Chalg'ib nima kerak sizga hozir? Вообще-то kerak emas. Xullas, o'rtoqlar, sizlarga домашний задание просто. $1 million shot ochiladi.
Mana 1 million dollardan shu. Farqi yo'q. Просто tasavvur qilish san'ati degan bir mavzu borda. Kitob yozsam bo'ladi. Tasavvur qilish san'ati. Inson вот reallik o'sha mashhur gapim bor-ku, inson tasavvur qilgan narsalarga erisha oladi deb. Просто так, qaranglar-da, mana 1 million dollar ochinglar-da. Shuni real deb tasavvur qilinglar-da, просто так. И, например, так. Bitta bitimdan 100 dollardan 500 dollar, 100 200 dollar risk qilinglar, например, bitta bitimdan. Daromad 200-300 dollarda просто yopinglar. Agar ketma-ket stop ishlasa, riskni, например, 250-450 dollarga ko'taringlar masalan. Ketma-ketlikda. Unda ham ketma-ket stop ishlasa, riskni 500 dollarga va 700 dollarga ko'pay. Уже вот 700 dollarga ko'taringlar. Endi qaranglar, agar ketma-ket 8-10 ta stop ishlasa, demak tizimli рабочий. Unaqa bo'lishi ehtimol ekan, просто так. Aytmoqchi bo'lganimki, hattoki sizlar 100 dollar risk qilib plus 200 dollar daromad qilsanglar va haftasiga masalan deylik plus 3 minus 2 bo'lsa ham, no такой farqi yo'q. Aytmoqchi bo'lganimki, masalan sizlar masalan umuman bir oyda ichida o'zi juda ham kichkina summa 1 million dollar uchun, lekin 2000 dollar ishlasanglar masalan bitim orqali 2-5 ming dollar ishlasanglar, например, yarim foiz 5000 dollar. Qancha 60 million so'mdan oshiq ishlayapsizlar yarim foiz risk bilan. Va shuni sizlar bitta narsani bilishingiz kerak. Barcha katta summa investitsiya qiladigan investorlar xavfsizlikni yaxshi ko'radi. Barcha investorlar, professional investorlarga sizlarga hech qanaqa напрягать qilmaydi, hech qanaqa sizlarni nastroy qilmaydi. Professional investorlar sizlarga ularni puli xavfsizlikda turishi va ishonchli treyder kerak. Shuning uchun ularga uzoq muddat qiziq. Shuning uchun ularga xavfsizlik muhim. Ular sizlarga telefon qilib, ala yoki valakaga o'xshab, to есть nima bo'lyapti, bu oy minusi, unaqa demaydi professional investor. Professional investor jim turadi. 6 oydan keyin 1 yil ishlaydi, 1 yildan keyin bir ishlaydi. Nima gap deydi, ukam bo'lyaptimi deydi. Har doimgi deymi deydi, ha deysiz. Bu yili 25% yopaman aka, chotki. O, bundoq qarang, 15% meniki, 10% uniki. Chotki. Masalanda 1 million bo'lsa 15 ta pochka deydi. Chotki, mana gazza bos. Bu уже haqiqiy professional treyderning karyerasi o'rtoqlar. Bu imkoniyat esa turistni ko'rayotgan odamning barchasida bor. Uning uchun просто to'g'ri yondashuv kerak. Вот kim shunaqa yondashuv qilsa, endi ko'pchilik bizlarda baribir qanaqadir maksimal darajada qanaqadir sekretlarni qidiradi, signal kanallar, bu короче umri bekorga o'tib ketadi. Так что umringlarni bekorga o'tkazmanglar. Xo'p, tradingdagi eng katta kamchilik bu eng asosiy narsa. Bu strategiya, zo'r strategiyani yo'qligi boshqa narsa emas. Eng katta kamchilik bu sizlarda depozit yo'qligi va все. Вот и mana shu kamchiligini yo'qligi eshitishinglar mumkin, bu tushunarli, что ko'pchilik da mana shu kamchilikni, ya'ni o'sha depozitni yo'qligi va mana shu kamchilik 99% odamni xatolar ketma-ketligi qilishga majbur qiladi. 99% odam. Ishoninglar, mana shu yerda bor-ku, hozir hamma o'zi bilgan shotirda savdo qilsin, men ideya berib turaman desam ham baribir o'xshamaydi, ishoninglar. Chunki nimaga? Kimdadir 100 dollar, kimdadir 500 dollar, kimdadir 1000, kimdadir 2000 dollar bo'ladi. Lekin hozir ko'rayotgan turist odamga 1 million dollardan, 400 million dollar, turist odamga 1 million dollardan berib qo'yib 100 dollar, 200 dollar risk qilasan deb aytib qo'ysam, o'tirib shunaqa prosto knopkani bosadi. Nimaga? Chunki 100-200 dollardan 10 ta ketma-ket xato qilmaydimi?
$1000 bo'ladi. 100 dollardan xato qilsa ketma-ket. 10, 100 dollar, $1000 bo'ladi. 0,1%. 10 ta ketma-ket xato qilganda 1% dan 10 dan biri minus bo'layotganini bilgan odamda ruhiy muammo bo'lmaydi. Lekin to есть $100 bo'lib turib, to есть unaqa risk qila olmaydi-yu, yoki $1000 bor odam unaqa qilmaydi. $1000 bor odam $1 risk qilmaydi. $1000 bor ekan bitta bitim uchun 20, 30, 50 kerak full marja razg'ini etagida вот и все. Shuning uchun ham bizda afsuski sohani rivojlanish darajasi vaqt tomonlama afsuski kechikyapti. $1 million qayerdan olaman? Ну, bilmadim. Sizni bilmadim. Menda bor. Nimaga? Chunki men ishonganman shu narsa. Chunki shunga harakat qilganman. Natija uchun. $1 million qayerdan olaman? Men beraman. $1 million. Natijasi bormi? $1 million ga uyeringni boshqara oladigan. Men beraman sizga $1 million. Kimda bor? Ya'ni ketma-ketlikda beraman-da. Birinchi 10 ming beraman, keyin 100 ming beraman. 1 million. Kim qo'lini ko'tarsa menda bor. Bilmadim. Pul muammo emas. Pul ko'p, atrofda ko'p, dunyoda ko'p. Pul вообще ko'p. Yaxshi trader ko'p emas. Ko'pchilik zo'r rezultat qilgan rezultatimni yuboradi, prosatka bilan to'g'ri kelmaydi. Prosatka va rezultat to'g'ri kelmaydi. Crash boom bo'yicha fikringiz nima? Unaqa laxatron, tufta, tupoycha narsalarga vaqt ajratmayman sizlarga o'xshab. Uzr, qo'pol bo'lsa ham. Crash boom, nima u crash boom? Qayerda u? Nima kitob? Buffett shug'ullangan kim? Ozgina adekvatniy savol beringlar. Вот, crash boom. Qayerda ko'rdingiz crash boomni? Mikrofonni ovozi normalniy menimcha bor. Mana hozir shuncha aytib o'tgan narsamni, shuncha narsa aytolmay, shuncha narsa ko'rsatyapman, shuncha narsa tushuntirishga harakat qilaman. Crash boom haqida so'raydi bor. Вот, неадекватность, просто неадекватность bor. Nimaga shu narsa bor deb o'ylaydi-da, chunki. Вот, men bitta narsa ko'rmoqchi edim. 8, 20. Boya efirda Nvidia sразу ochilib narx pastga ketsa kerak dedim-ku. O'rtoqlar, natijani-chi, mana bunaqa hozir o'quvchimdagi tashiydi. O'z algoritm qanaqa примерно algoritmda ishlaydi, konkretniy natijasi, stop loss. Men chotki tushundim. Rezultatlarni ko'raman, nimaga bitim ochilgan. Вот maza qilyapman-da. Nimaga bitim ochilgan? Hammasini chotki tushunyapman. Tak, skalpingchilar haqida fikringiz qanaqa? Bu haqida alohida. Masalan, kelinglar, ozgina vaqt qoldi. Sizlarni ozgina biliminglarni tekshirib ko'ramiz-da. Qaranglar. Masalan, trend o'suvchi, например. Вот, trend o'suvchi. Qanaqa savdo qilgan yaxshi mana shu nuqtada? Nima deb o'ylaysizlar? Yozinglar-chi. Menga qiziq. Qaranglar. Mana shu yerdan pastga ketadi deb o'ylasam to'g'ri bo'ladimi? Yoki-da agar pastga tushsa, bayga olsam yaxshi degan ideya to'g'ri bo'ladimi? Davay. Tak, McGregor zo'r gapi bor edi. Muvaffaqiyatsizlikni tan olmagan inson baribir uni hayoti g'alaba bilan tugaydigan. No, afsuski ko'pchilik muvaffaqiyatsizlik tan olib qo'yadi. Razvorot bersa sell.
qaranglar, biroz mana tradingda biroz oddiyroqdan cheklanib gibki bo'lish kerak deyman-u, gibki. Откатdan boy, mana ko'pchilik откат sell deyapti, ko'pchilik и так далее. Xullas, bir narsani tushuninglar-da, har bir modelni boyiga gap, o'zini umri va o'zini vaqti bor. Shuning uchun o'rtoqlar, biz ko'rgan narsamizga ishonishimiz kerak. Nimaga unaqa narsa aytayotganimni sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman hozir. Tak, Nvidia. Strukturaga qarab, modellarni qidirib, trend liniya buzilishini kutib, selga nima deysizlar mana shu ideyaga? Например, Nvidia 13-iyun bir hafta berilgan ideya. Например. Qaranglar-da, ya'ni ana insoncha o'zini psixologiyasi ustida ishlash qanchalik muhimligiga sizlarga bitta mana masalan isbot mana shu narsa. Ya'ni bozorda siz ko'rayotgan narsa muhim o'rtoqlar. Masalan, kimdir aytadiki, trendga qarshi chiqib nima qilasan? Fol ochma, bu fol ochish yo bu yo deydi masalan, to'g'rimi? Da. Lekin har bitta modelni mana shu narsani ko'zim ko'ryaptiman. Nimaga? Chunki tarixda shu model ko'proq ishlagan, chem ishlamaganga qaraganda. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni mana shu kanalning yuqori qismidan pastga ketish. Bu bir hafta berilgan g'oya edi. Endi mana bunga nima deysizlar? Ron o'sha yerdan qaytibdi o'zi ham. O efir qilayotganimda boya aytdim. Hozir narx ochilib pastga ketsa kerak. 3% падение. Da, вот mana o'sha g'oyami yo o'sha emasmi mana просто mana qaranglar. Mana qaranglar mana. Hoppa. Mana. Ko'rasizlar? O'sha g'oyami? Mana hamma harakatda boy, bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. O'rtoqlar, narx rostdan ham tepaga ketishi mumkin. Вот реально, chunki pastga ketishiga asosiy sabab yo'q. No, lekin men bitta narsani bilaman. Men shu modelni oz bo'lsa ham umri borligini bilaman. Va o'shandan foydalanish kerakligini bilaman. Tushunyapsizlarmi? Tushundinglarmi? Вот и все. Chunki men ekran grafikda ko'rib turgan narsam shu. Вот и все. Men o'sha ovoz past degan ko'p kommentariyalarni o'qidim. Bitta narsaga guvoh bo'ldim. 90% odam quloq yaxshi eshitmas ekan. Chunki boshqatdan ko'rdimda videoni. O'sha videoni boshqatdan ko'rganingizda efir payti ovoz qanaqa bo'lsa shunaqa chiqadi-da. Hayron qoldim. Odamlar qulog'i tom bitganmi? O'tirib telefonda menimcha har kun baland ko'rib ko'pchilikni quloqda anaqasi bilan sluh bilan muammo. Вот chunki man indikatorda ko'rib o'tiraman-da ovozim qanaqa chiqayotganini. Hech qanaqa ovoz bilan muammo yo'q. Shuning uchun yoki instrumentinglarni, устройствоlarni tekshiringlar, yoki qulog'inglarni ikkalovidan bittasini tekshirtirish kerak. Xullas, shunaqa gaplar. O'rtoqlar, demak, bizni ertaga xullas o'sha sizlarga ikkita sekret aytdim. Asosiy sekret. Birinchisi o'sha risk managementga amal qilib risk va money managementga amal qilsa ham depozit yo'q bo'lib ketishi mumkin. Ikkinchisi o'rtoqlar, hamma narsa katta pullar. Ya'ni o'sha sizda ya'ni
sizni atrofingizdagi barcha insonlar sizni holatingizdan foydalanishga harakat qilishadi. Вот, hozir hech kim manga chiqib, o'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar, kimdir manga aloqaga chiqadimi? Aziz aka, sizga tradingni o'rgatmoqchimiz, bizda zo'r strategiya bor. Hech kim chiqmaydi. Nima chiqmaydi manga? Yoki qanaqadir boshqacha strategiya bor. Siznikidan ham boshqa strategiya. Вот, manga yaxshi emasmi? Nima manga ko'pchilik aloqaga chiqmaydi rostdan, a? Man qo'shimcha strategiyalar bilan nimaga aloqaga chiqishmaydi men bilan? Aziz aka, qo'shimcha strategiya bor, man qo'shimcha daromad qilasiz, o'rgataman demaydi. Nimaga? Chunki chunki o'sha strategiya bilan meni ishontira olmaydi. Gap unda emas. Ya'ni u strategiya ishlamasligida emas. Ishlamasligini unga isbotlab berishim mumkin-da. Lekin sohani o'rganmoqchi bo'lganlarga, lekin sohada pul topmoqchi bo'lganlarga bemalol qulog'iga tushatib ko'rishi mumkin, xohlagancha бесконечно tushunsin. Mani tradingda shunaqa, u pozitsiyam sal такой жесткийroq o'rtoqlar, lekin men shu жесткий pozitsiyamni isbotlab bera olaman doimiy любой odamga. Va shuning uchun sohada biroz qolganlarni ham jiddiyroq yondashuvi va sovuqqonroq bo'lishini xohlayman. Xohishim shu. Va hamma narsani o'sha pozitsiyamni qanchalik to'g'riligini po faktu, ya'ni hozirgi vaqtdagi faktlar bilan isbotlashga harakat qilaman. Вот. Xo'p. Tak, bitta narsani ko'rishim kerakmi? Demak, o'rtoqlar, bizada marafonni oxirgi teoriya qismini, o'rtoqlar, bizada marafonimizning teoriya qismini ertaga oxirgi kuni va so'lch hafta ham yopilib qolar ekan, hech qisi yo'q. Dam olish kunlari biz o'rta muddatli g'oyalarni berib boraman demak, va keyingi hafta bizada full paket o'rtoqlar savdo haftasi, ya'ni biz уже ideyalarni sizlarga tashlaymiz va просто savdo haftasida bilasizlar, mani ideya tashlash uslubim qanaqa, doim tushuntiraman. Nimaga o'sha instrumentni sotib olmoqchiman va nimaga u tepaga ketishi kerak va nimaga unaqa deb o'ylayman yoki nimaga sotmoqchiman. O'ylaymanki, bir haftani ichida sizlarga bir kamida balki 50 ta 60 ta ideya berishga harakat qilamiz. Futbol ham boshlanib qoldi. Chota men Instagramda sizlarning aktivliginglarni ko'rmayapman. Qani storieslarga belgilanganlar, qani fikrlar, qani takliflar? Baqa yo'q. Hammanglarga omad, charchamanglar. Ertaga oxirgi kun va keyin o'rtoqlar real time trade boshlaymiz birgalikda jamoa bilan. Hammaga omad.